Assalomu alaykum brifing qatnashchilari. Biz ATB Agrobank Sirdaryo viloyati boshqarmasi Yangi filialda 2025-yil 1-chorak holatiga filialda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Yangi filialda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. Jismoniy shaxslardan Prezident xalq qabulxonasi va virtual qabulxonasi orqali jami 2 ta murojaatlar vakolat doirasida o'rganib chiqilgan. Yuqorida turuvchi tashkilotlar va hokimliklar orqali kelib tushgan xatlar soni 4 ta bo'lib, barcha xatlar o'z muddatda ijrosini ta'minlangan. Turli tashkilotlar orqali kelib tushgan xatlar soni 26 ta bo'lib, barcha xatlar tegishli tartibda qabul qilinib, belgilangan muddatlarning ijrosini ta'minlangan. Bittasi ijroda, ya'ni ijro muddati mavjud hali. Viloyat boshqarmasi orqali kelib tushgan xatlar topshiriqlar soni 21 ta bo'lib, barcha xatlar tegishli tartibda ijro va ma'lumotlar uchun qabul qilinib, shundan 21 ta xat topshiriq o'z muddati ijrosida ta'minlangan. Og'zaki murojaatlar 12 ta bo'lib, murojaatlar o'z muddatda ijrosi ta'minlangan. Bularning har bittasi vaqtida o'rganib chiqilgan. Jismoniy shaxslardan ajratilgan kreditlarimiz. ATB Agrobank bank boshqaruvining 2025-yilga mo'ljallangan kredit siyosatiga asosan jismoniy shaxslarga uy-joy qurish va sotib olish, kredit karta olish, mikrokreditlar olish bo'yicha 2025-yil aprel oyiga qadar 125 ta ariza jismoniy shaxslardan kelib tushgan. Shundan 102 tasi jismoniy shaxslarga kredit mablag'lari ajratilgan. Murojaat natijasida 23 ta kamchiliklar topilgan va bularning ayrim sabablariga ko'ra rad etilgan. 2025-yil boshidan aprel oyiga qadar jami jismoniy shaxslarga 1120 ta Humo kartalari va 106 ta Uzkart, yuridik shaxslarga esa 15 ta korporativ kartalar foydalanishga ajratib berilgan. O'zini band qilgan jismoniy shaxslarga biznesga ko'mat va mahalla loyihasi bo'yicha ATB Agrobank Yangi filialidan 23 ta mijozga 675 million so'm kredit ajratilgan. Biznesni qo'llab-quvvatlash, uzluksiz qo'llab-quvvatlash bo'yicha Prezident qarori 312-sonli yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar bo'yicha 5 ta mijozga 495 million so'm kredit mablag'lari ajratib berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning ma'lumotlar shu edi.